Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarim, bo'libmi Amerikadagi Uyg'ur qarindoshlarim, hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Sizlarga bir xabar beray deb chiqdim bugun. Tayvanning poytaxtidan Amerika Uyg'ur birlashmasininki sobiq raisi Elshad Hasan apandim bir bayonot e'lon qildi. Bu Amerika Uyg'ur birlashmasininki saylimi haqida bir bayonot e'lon qilgan ekan. Bu bayonotga men hayron qolmadim, chunki o'tgan yil dedim hamda 3-oydan tortib biz hurmatli Elshad Hasan apandim bilan haplashyapmiz. Bo'libmi shu saylamning vaqtida berilishi haqida. Bu saylamning vaqtida ilib berilishi masalasi ta 3-oydan boshlab biz yolvorayotgandik. Chunki nimishqa? Chunki qarindoshlar, meningki o'zimning shirkati bor. Bir obdan menglayotgan. O'zimningki nayt vaqti aldirash. 4 balam bor. Qilayotgan ishim nayt aldirash. Bu dunyoda ham Uyg'ur xalqiga vaqtim yetadi, ham tijoratimga vaqtim yetadi. Tijoratimdan va Uyg'ur xalqidan ish qolsa, men vaqtimni ayolimga va bolalarimga ishlatishga tirishyapman. Bu shu butun vaqtlarning ichida o'zimga vaqtim yetmaydi, chunki men o'zim bir ish qilay desam vijdonim rahatsız bo'ldi ekan. Nimishqa? Chunki aldirganligimizdan emas. Har bir minutda qarindoshlar, hozir siz shu videoni ko'rayotgan vaqtda Xitoy Kompartiyasininki Tonkay Xitoy kommunistlari bizning qizlarimizga bosqinchilik qilyotdi. Hozir shu siz videoni ko'rayotgan vaqtda qarindoshlarim, siz shu videoni ko'rayotgan vaqtda bir Uyg'urning bo'riga, jigariga so'kilyotdi qarindoshlarim. Siz shu videoni ko'rayotgan vaqtda bir Uyg'urningki jini elinyotdi Xitoy Kompartiyasi tarafidan. Nima deb aldirmaymiz? Nima deb mantangdak, popotangdak so'zilib chiqilamiz? Aldiraymiz, albatta aldiraymiz. Aldirganligimiz maqam va mansab uchun emas qarindoshlar. Aldirganligimiz insonlarning hayotini qutqizish uchun aldiraymiz. İnsanların hayotini qutqizish uchun. Shunga hurmatli qarindoshlarim, Elshad Hasan apandimningki haqiqatan videosiga men hayron qolmadim, chunki men necha oyning yog'zi yaqindan tunish fursatiga ega bo'ldim. Shunga videoni ko'rmaganlar YouTube'dan Elshad Hasan apandimningki videosini bir ko'rib qo'yinglar. Men bugun bayonot e'lon qilmayman. Faqat sizlarga deb qo'yganim shu. Inshaalloh qarindoshlarim, biz bu yerga Alloh rizosi uchun, vatan xalqqa xizmat qilish uchun keldik, maqam mansab uchun kelmadik. Buningga birinchisi bizning qalbimizni bilib turgan Alloh shohid, ikkinchisi mushu atrofida yuzlarcha bizningki Uyg'ur qarindoshlarimiz va Virginiyada mening qilayotgan ishlarimga shohid bo'layotgan, ko'rayotgan qarindoshlarimiz bor. Shularmi shohid qarindoshlar? Shunga bu yerda vijdonimiz rahat, hech qanday bir ko'ngilsizlik bo'lmadi menga, chunki siz bir xayrli bir ishni qilayotgan vaqtda oldingizga to'saydigan odam chiqmasa, o'zingizning so'rsingiz bo'ldi. Ta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan tortib, kim bu dunyo tarixda xayrli bir ish qilaman deydigan, uning oldini cho'qim to'siganlar bo'lgan qarindoshlar. Uningga tuhmat atganlar bo'lgan, yolg'on so'zlaganlar bo'lgan. Bu tarixdan bo'yon bo'layotgan ishlar. Biz buni yo'lga chiqqan vaqtimizda daftarga yozib qo'yib, "Ma ishlar beshimizga keldi" deb chiqqan. Shunga men bunga hayron qolmadim qarindoshlar. Shunga bu muhojirat qarindoshlar, Amerikada bir Uyg'urlar jidal chiqarish boshlabdi deb ko'ngillarni yerim qilmanglar. Bu ish jidal emas, bu faqatlam professional. Faqatlam madaniy dunyoda madaniy millatlar qandoq ish qiladi, biz faqat shunda ish qilmoqchi qarindoshlar. Shunga bu yerda urush bo'pti, jidal bo'pti deb ko'ngillarni yerim qilmanglar, umidsizlanmanglar. Biz vatan millat uchun har bir minutimizni qo'ldan bermay vatanga xizmat qilamiz, xalq xizmat qilamiz. Bo'libmi? Sizlarga emas qarindoshlarim. Bo'libmi jazolarga jon talashayotgan qarindoshlarimiz uchun biz jannat tikib qo'yamiz. Shunga bu yerda bo'layotgan kichik ko'ngilsizlikdan sizlarning ko'ngillarni yerim qilmasin. Inshaalloh bugun tushdan keyin meningki sardoshlarim bilan, qarindoshlarim bilan bir yig'inim bor. Shu yig'inda bir bu masalani biz istishora qilmoqchi. Sizlarga tafsilotini inshaalloh bugungi yig'indan keyin qarindoshlarimiz bilan istishora qilgandan keyin men atilikka u bayonotning javobini nayta go'zal berman inshaalloh. Butun dunyodagi Uyg'urlar tayyor bo'linglar, sizlarga beradigan bo'layotgan ishlarni. Birinchisi Alloh shohid, ikkinchisi shu Virginiyadagi xalq ommasi shohid. Meningki Alloh oldida, xalq ommasi oldida, mush atrofdagi Facebookdan u yerdan beri ko'rgan insonlar emas, atrofda biz Uyg'urlarni tuniydigan, meni tuniydigan har qanday odam oldida, bir Alloh oldida, shu insonlarning oldida nomus qilgidek, yushog'idek hech qanday nimam yo'q. Hech nima yo'q qarindoshlar. Uch qashqari oldiga chiqib, mardonilarcha yushirib yurmay, qechib yurmay, telefonni itibop qilmay, men oldiga chiqib, sizlarga hisob berishga tayyor qarindoshlar. Faqat bu bayonotga javobini men inshaalloh ata
istişaradan keyin berme. Şuna qarindoshlarım, şu Elshad Hasan efendimninki hayron qirarlik videosini ko'rmaganlar bir ko'rib qo'yinglar. Bu bir Tayvanning poytaxtidan bir bayonot beribdi. Shuni bir ko'rib qo'yinglar. Ikkinchisi qarindoshlar, atlikka bo'ladigan bu güzel inşallah nimamizning deymiz bayonotimi, bayonotning javobini bayonot qilib berma. İnşallah saqlanglar. İnşallah anandaki ma videoni taqdinglar qarindoshlar. Allah rızası için, vatan xalqimiz için jazo lagerida jon talishayotgan xalqimiz uchun aldiraymiz qarindoshlar. Aldırmaydigan ish yo'q. Har bir minutda inson o'lyapti, aldırmaydigan ish yo'q. Albatta aldiraymiz. Siz yotqanda pachiqingizni qashlab yotgan bilan biz aldıraymiz. Minut peshiga odam o'lyapti. Bir minutda bir inson hayotini qutuldirishga biz jinimizni atdik qarindoshlar. Shunga ma videomizni inshaalloh bir taqib qo'yinglar. Shu Elshad Hasan efendimninki videosini ko'rmaganlar ko'rib qo'yinglar. Hammanglar Allohga omonat bo'linglar, duo qilinglar. Duo qilinglar inshaalloh. Çünkü biz küçeyimiz bir işlarga Allah'ınki haligini buldu. Bazı vaqtida xuddi bazı işlar bo'lmaydigandek, bazı işlar xayritsizlikdek, bazı işlar to'sqinchilikda qilgan bilan biz faqatlam bizning vazifamiz qadam itish, bizning vazifamiz yo'lga chiqish. Natija bizning qo'limizdagi ish emas, u Allohning qo'lidagi ish. Biz faqatlam miyaga mas'ul, miyaga. Bu bir. İkincisi o'zimizning harakatiga mas'ul, ammo bu harakatning javobini inshaalloh sizlardan kutmayman, Allah'ını kütüme. Taqib qo'yinglar videomni. Allohga emanet. Atlikka dahshat payz videolar ko'rishaylik. Allohga emanet. Xo'sh.